Bo'ldi aka, tayyor. Rahmat Javohir aka. Nechi pul bo'ladi o'zi? Endi Jasur aka begona emassiz, u ko'ngildan chiqarib beravering-chi. Ko'ngildan chiqarib deydimi? 50 ming bersam rozi bo'larmikan yoki ko'pmikan? Ana zapchasti ham arzon shekilli. Begona emasman u har holda. 50 ming menimcha yetsa kerak. Ish qilib 50 ming bermasin-da. Mana o zapchastlarning o'zi 150 ming turadi. Kamida 200 ming bersa hisobga to'g'ri kelardi-da. Mayli, nima bo'lsa bo'ldi. Javohir aka, mana 20 ming. Oling. Shatmasida olib qo'ying. Oling, chin ko'ngildan oling. Rahmat aka, gaplashamiz. Siz ham ovora qilib qo'ydim-da. Alo shogird, keyingi safar meni tanishlarimdan birortasi chaqirsa, o'zing borasan, tushundingmi? Endi narxini ham 2 barobar qimmat aytasan. Ha, o'rtoq, nima chaqirding? O'rtoq sigaretingni bir uchatib turgan bitta dona. O'zing olsang bo'lmaydimi? Qachon qarama so'rab yurasan? O'rtoq dona sotmaydi, pachka olsam o'rganib qolaman prosta. Qachon qarama boqishim kerak sanlar. Assalomu alaykum. Oka, sigaret tamommi? Baba, rahmat. Yo'q, menga. Ajab. Ketdingmi uka? Ha, ketdi oka. Qara sigaret chekaman-da, maylimi? Ha, bemalol. Menga bitta bera olasizmi oka? Bo'ldi, o'tganmi? Rahmat oka. Zaj oka. To'q qorga yomon ketadi, bitta berchi. O'zi bitta qolgan. Jasur sana pulingga sotib olgan odamga o'xshab. Bitta zahar shalkami? Ha, shalka bitta qolgan chunki. Yarmini qoldirib ichmoqsiz. Borlar sigaretni olinglar. Jasur o'zimizda ham qolmadi gap. Kimdan olishni bilmay o'tiribmiz o'zimiz ham. Voy, sotib olsalaring bo'lmaydimi? Voy, Krisa, shuncha payt o'zida sigaret bo'lib, birovlardan strellat qilib yurgan ekan. Ey Jasur, Nima? Hech nima. Shunchaki odam emas ekansan. Endi bildinglarmi? Yo'q, ke. Bugundan boshlab umuman so'kinmasdan gaplashamiz. Davay. Bo'ldi. O dal Qolachazam do'stim. Ha, ichaman do'stim. Javoq, yur birikta ishlarni qilib kelaylik. Shom bir ikkita ishlarim bor-da o'zimni ham do'stim. Bo'lmasa aniq borardim. Oy, qayerdasan do'stim? Ha, boryapman, kutib turgan. Ishlaring yaxshimi? Yaxshi. O'zingchi? Ha, yaxshi. Nima gaplar? Tinch. O'zingda nima gaplar? Tinch. Uzr do'stim, bilmay bosib yubordim. Ko'zingga qaramaysanmi? Chort, sanda qimmat turadi-yu. Mendan bilinman. Mana da uni qarayapsan. o'zingga qarasang bo'lmaydimi? Chort. Chort. Kim chort, ha? Kim chort? Sen chortsan. Ufsan birga bir. Ke, o'xshasanmi? Nima o'g'lim? Sog' tinch, ha? O'zingga qarasang bo'lmaydimi? Chort. Kim chortligi senga ko'rsatmayman. Sen bilan endi gaplashamiz. Esingni ham chort degan. Kim chort? Uzr, brat, uzr. Yana bir marta chort desang ham jag'ing chiqaramiz. Bo'l, brat, bo'l. Bo'l yo'qol ko'zimni ko'raman. Tushunma, nemasanmi? Nima neda olni kelyapsan? Bora, naryoqda o'yna. Chort. Suri. O'rtoq, qiynalib ketyapman. Yomon xumor tutadi ishon. O'rtoq, endi 3 kun bo'ldi, chidash kerak. O'rtoq, chidash kerak. Ortiq chidolmayman. Lom tutsa. Bog'ga telefon qilib ortiq chidolmayman. Ko'tardi gaplash. Ala bog'o. Bugun hal qilmasang bo'lmaydi bog'o. Yo'q, bugun. Bir soatda bo'lmaydi, bir soatda. Nima qilishda bo'lsang, hal qil bir soatda. Bo'pti, ko'rishamiz. Nima bo'ldi o'rtoq, nima bo'ldi? Bir soatda hal qilar ekan. 1 soat. Qani ketdik. Dal. O'tib ketgan-ku. Qara, ishlaysanmi? O'tib ketdi. Qaramaysanmi? Bog'o, ikkita bo'ldi. O'ynab yutamiz, ketdi. Qara. Ketdi. Rendez-vous au prochain règlement.
Yo'q, tuzimiz o'rtoq. Alida, qayerda yuribsan, ha? Uydagilar quflab ketishdi o'rtoq. Ay, siz telefon qilmaysanmi? Telefon qilmoqchi edim. Telefon zaryad o'chib qolsa bo'ladi. Qo'yaversa bo'ladi-yu, zaryadniga. Zaryad qo'ymoqchi edim, svetom o'chib qoldi-da. Nima narsaga gaping bor? Yur, ketdi. Mana okajon, hozir yo'ldaman. 2 minutda boraman. Yo'lda probka ekanda. Xo'p, aka. Oka, ikkisi shashib olib keling. To'xta Jasur. Ikki odam bir qarzing bermasdan cho'zib yuribsan. O'rtoq, bugun kechqurun soat 8 dan oldin aniq beraman. Telefoningni ham o'chirib olgansan, vijdonli bormi san? O'rtoq, men telefon ishlatmayapman. Nima ishlatmayapman? Bu meniki emas, abuniki. Hozir berib kelay shundoq. Dostona kecha nima kelmadingiz? Ustoz kecha mashina olib ketdi-da. Mana sotda soqsiz-ku. Ustoz mana kecha doktorxonaga olib borishdi. Doktorlar immunitet baland ekan dedi, o'shanga javob berib olishdi. Immunitet baland ekan ustoz. Bo'pti, kiring. Jasur aka, o'zimga qachon uylanasiz? Ishlarim yurishib ketsa uylanaman. Mashina olaman desiz, mashina oldingiz, uy olaman desiz, uy oldingiz. Ya, mana Amerikada ishlarim yurish uchun aniq uylanaman. Yur. Jasur. Bugun uydagilar bilan ishim bor degandek. Jasur, sani mazing yo'q-ku. Masa aldagam yo'q, tanishinglar. Bu bo'lajak ayolim bo'ladi. Uyimdagi odam hisoblanadi. Hozir bu meni kasalxonaga boryapti. Ketdingmi? Ketdik. O'zi buni bahonasi hech qachon tugamaydi. Yur.